Telefonda ovoz yozib olish. Telefon apparatimiz ovoz yozib oladi. Oshna og'ayni, do'st, birodar bilan aloqa svязь qilib turgan paytda, telefonlashib turgan paytda ovozni yozib oladi. Birovi ovozini, uni izini ruxsatsiz yozib olish halol emas shariatda, durust emas, joiz emas. Ogohlantirib qo'yish kerak. Birodar, meni telefonim hozir ovozingizni yozib olyapti. Maylimi deb ruxsat olish kerak. Mayli desa yozib olamiz. Bo'lmasa halol bo'lmaydi. Durust emas. Qo'rqa deydi. Saqlanib turadi, menga bu isbot bo'ladi, dalil bo'ladi. Hech kimga qo'yib bermayman deydi. Hech kimga qo'yib bermasa ham halol bo'lmaydi, joiz bo'lmaydi. Birovi ovozini yashirincha yozib olishda albatta uni ruxsat kerak. Ruxsatsiz yozib olsa halol emas. Javob beramiz. O'sha ovozini ruxsatsiz, maxfiy yozib olganimiz ertaga qiyomatda, oxiratda bizni zararimizga hujjat bo'ladi. O'zimiz zararimizga hujjatni to'plab boryapmiz.